Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan biz uchun qadrli bo'lgan ko'kalarimiz, qaranglar sizlar uchun nima topib qo'ydim. Xudo xolasa mana shu 3 kunlikka so'yib faqat go'sht yeyman degan akalarimiz uchun semizgina bo'lgan mana shunaqa chuvalang qo'zilardan topib qo'yganmiz akalar. Manzil Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Sangishkon mahallasidamiz akalar. E'tibor beringlar, qanaqa bir semiz maza qilib olib boqaman yo bo'lmasa u so'yib yeyman degan akalarimizga ham to'g'ri kelaveradi. Holatlariga e'tibor beringlar. Hozir xudo xolasa pastdagi chuqurdagilarni ham ko'rsatamiz. O'zi eng semizlar chuqurga tushib shekilli. Asta-asta hamma ma'lumotlarni egalar bilan sizlarga yetkazaveramiz. Akalar, manzilda aytib o'tdim, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Sangishkon mahallasidamiz akalar. Akalar, ko'ramiz, holatlari zo'r, maza qilib boqaman degan akalarimiz uchun mana variant. Xudo xolasa ko'paytiraman desalaringiz ham, bularning hammasi qo'zi qo'chqorlar akalar. Hammasi zo'r, vesiga qaranglar, qanaqa endi. Vesi nechi kilo, holati qanday, nima, qanaqa hamma ma'lumotlarni egalar bilan olaveramiz. O'zi zo'r semirib, bir-birini shoxlab qolyapti akalar, buni ko'raveramiz. Aka, sog'ligingiz zo'rmi, charchamayapsizmi? Alloh baraka bersin, bundan ham ko'paytiravering aka. Aka, buni hozir sonini nechta dedik buni? 70 bosh. Gap yo'q, 70 bosh. Hammasi o'zi zo'r semirgan ekan-a, bularni qarang. Gap yo'q. Aka, endi buni hozir 70 ta deyapmiz. Bir qo'lga olaman deydigan akalarimiz ham bor, yakkiga olaman deydigan akalarimiz ham, masalan 10 ta olaman, 20 ta olaman deydiganlar bor. Ularga ham sotilaveradi. Endi ba'zi akalarimiz yo'q, bir qo'lga sotaman degan shartlar ham bo'layapti-da ularga. 10 ta 20 ta bo'lsa ham sotilaveradi. Gap. Akalar 10 ta 20 ta bo'lsa ham sotilaveradi. Ko'rib olaveramiz. Asta-asta ma'lumotlarni sizlarga yetkazaveramiz. Aka, hozir ko'ryapman, bir-biridan semiz, hammasi yaxshi, haqiqatan bir zo'r semirtiribsiz. Bular sog'ligi qanday aka? Sog'ligiga garantiya. Garantiyasi bor-a? Yeb ichishi hammasi zo'rmi? Zo'r, hammasi. Akalar 70 bosh. Men ataylab uzoqroqdan ham olyapman, sabab bor bo'yi ko'rinsin deb yaqindan ham olib ko'rsataman sizlarga. Bori haqiqatan ko'rinadi akalar. Xo'p, mana aka, endi sog'ligini aytdik, hammasini aytdik. Dastavkani nima qilamiz aka shu kecha kunduz? Yo, sizda dehqonchilik aka, bilaman bularni. Dehqonchilik. Sabab shu uchun so'rab olyapman aka, bu savdogar akalarimizda muammo emas dastavka. Shunday bitta telefon qiladi, har doim olib ketavergan odamlar o'zlari yetkazib berishaveradi. Nima qilamiz aka dastavkasini? Dastavkasini ham kelishamiz. Kelishamiz. Haqiqiy dehqonchilik mol akalar, rostdan buni men o'zim bilaman, haqiqatan dehqonchilik mol, hammaga tavsiya qilib qolaman. Endi akalar, narx-navosiga o'tadigan bo'lsak, sekin akam o'zlaridan bir ko'ngillariga qo'l solib ko'ramiz deydi aka. Xuddi shunday qilamiz. Aka, nima qilamiz narxini? Bir joyga bo'lsa 33 dan qilamiz. 33. Aka, sal balandmas. Ko'rdim, zo'r mehnat qilgansiz. Haqiqatan bir buni yoshlik vaqtini men ko'rganman-da. To'g'risini aytay, men kichkinalik vaqtini men ko'rganman. Juda kichkinagina edi. U juda kichkina edi. Hozir men ancha semirib, ancha eti ham zo'r bo'libdi. Bir so'z bilan aytganda yetibdi. Hammasi o'zi tiqilibdi bunday. Go'shiga hammasi zo'r, zakonni bo'lgan. 33 dan xayri bor-a? Bor va kami bor. Kami bor, 1-2 so'm o'tib beriladi. Aka, hozir qarang, 33 dan dedik, bahosini qo'ydik. Taxminiy necha kilo vesi bor deb o'ylaymiz shuni aka? Aka, endi har xil buni ichida. Ha, bitta yarim kichkina bor ekan, qolgan hammasi zo'r ekan. Mana akalar ko'rib olinglar. 27 kilolik ham bor, 20 kilolik ham qo'zlari. Demak, 20 dan 30 gacha desak adashmaymiz, xudo xolasa. 30 kilolik yo'qmi? 30 kilolik yo'q. Necha kilo? 20 dan 28 kilo bor. Ha, 27, 28. Bo'lmasa akalar bunday deb olaylik, 20 dan 28 kilogacha. Shunday desak adashmaymiz. Akalar, demak, mana ko'rdik, bitta haqiqatan zo'r variant 20 kilodan. Bular go'sht ham shirin. Ha, shunday. Bularni go'sht haqiqatan shirin bo'ladi. Maza qilib boqaman degan akalar uchun zo'r variant. Akalar, o'zi osmonda yomg'ir boshladi, sekin-sekin. Bundan keyin bu narxlarda topolmaysizlar. Adan bari semiz. Birorta bir arig'i anasi yo'q. Semiz. Xudo xolasa bularning ichida kasali, bir sirqov va hokazo unaqasi yo'q-a? Mana. Ushlaylik aka, shu bittasini ushlang. Mana. Akalar, buni ushlab ko'rish kerak. U uzoqdan ko'rgan boshqa, yonidan kelib ko'rgan boshqada. Aka, qo'yib yuboravering, rostdan o'zi bilinyapti qanday semirgan. O'zini eplolmay qoladi, o'zi jitirlab turadigan. Ha. Semirgan, aka, yashang aka. Bundan ham ko'paysin, Alloh baraka bersin. Biz xudo xolasa nomeringizni pastga qo'yamiz, o'zlaringiz bemalol savdolashib, chiroyli narxda qilib beraverasiz akalar. Hali 10 ta 5 ta desa ham, xudo xolasa sotiladi. Mana akalar, ko'ramiz.